Hurmatli foydalanuvchilar, hozir mana qurbonlikka yaragan qo'yimizni maydalash jarayonida qo'ydan chiqadigan mana shu suyak qismi axlat ketadi bu. Tashlab oling, it ham yemaydi buni. Lekin bolta bilan bitta chopib qo'yilar ekan bu. Men aytdim, axlati ketsa, buni chopib qo'yish nima keragi bor desam, sehri jodu bilan shug'ullanadiganlar mana shuni butunini so'raydi ekan. Qassobxonalarga borib, mana shu qo'ydi, mana shu qismini butuni bo'lsa beringdir ekan. Sehri jodu uchun butun bo'lish kerak ekan. Lekin buni ko'pchilik qassoblar bilganligi uchun oldindan chopib qo'yar ekan. O'sha yomon niyatli odamlar ishlatmasligi uchun. Mana shunaqangi narsani ham mana 45 ko'rib bildik. Mashalloh. Sehri jodu qilishdan oldin mehr bersa, sehri joduga ham hojat qolmaydi.